Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, jumladan ular salomatligini asrash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Qarshi shahrida O'zbekistonda ayollarga ambulator yordam, muammolar va yechimlar mavzusida mintaqaviy ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Ayollarga ambulator yordam bu shifoxonaga yetkazilmagan holda poliklinika, oilaviy shifokor punkti yoki kunduzgi statsionarlarda ko'rsatiladigan malakali akusherlik, ginekologik va umumiy tibbiy xizmatidir. U homiladorlik, tug'ruqdan keyingi davr va reproduktiv salomatlikni saqlash bo'yicha tashxis hamda davolashni o'z ichiga oladi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va perinatal tibbiyot mutaxassislari assotsiatsiyasi hamkorligida tashkil etilgan ushbu tadbirda yurtimizda ayollar va bolalar salomatligini mustahkamlash bo'yicha ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Anjumanda sog'liqni saqlash tizimida kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash, birlamchi tibbiy xizmatlarni yaqinlashtirish, bolalar o'rtasida irsiy kasalliklarni 2 baravarga qisqartirish, ushbu xastaliklar bo'yicha selektiv skrining tekshiruvlari qamrovini oshirish, onalar va bolalar hamda reproduktiv tizimda muammosi bor xotin-qizlar salomatligini tiklash kabi ustuvor vazifalarga alohida ahamiyat qaratiladi. Surxondaryo, Samarqand, Jizzax hamda Buxoro viloyatlarida birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida faoliyat yuritadigan oilaviy shifokorlar, akusher-ginekologlar, xona doyalari, oilaviy hamshiralarning mana shu O'zbekiston hududida istiqomat qilayotgan homilador ayollarga xizmat ko'rsatish, ularda mavjud muammolarni o'z vaqtida aniqlash, profilaktik chora-tadbirlarni olib borish va kelajakda ularni sog'lom ona, sog'lom bola tamoyiliga rioya qilgan holatda farzandlarini sog'lom dunyoga keltirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Anjumanimiz ham ilmiy, ham amaliy yo'nalishda olib borilyapti. Bu yerda mutaxassislarimiz ham ilm tomondan o'zlarini shu respublikamiz hududida olib borayotgan ilmiy izlanishlari qanday natijalarni berganini o'zlari misol qilib keltirayotgan bo'lsalar, amaliy tarafdan esa amaliyotda o'zini tajribasida qo'llanilib qanday ijobiy natijalarga erishayotgani haqida mutaxassislar ham o'zlarining tajribalari bilan almashmoqdalar. Bu esa kelajakda respublikamizda aynan Qashqadaryo vohasida, Surxondaryo vohasida hamda Samarqand viloyati va qo'shimcha mana shu anjumanda ishtirok etayotgan viloyatimiz mutaxassislari tomonidan joylarda malakali va sifatli xizmat ko'rsatish natijasida onalar va go'daklar o'limini kamaytirishga qaratilgan. Qayd etilganidek, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, onalar va bolalar o'limining oldini olish, homiladorlarga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirish, qiz bolalar va o'smir qizlarga yuqori texnologik, ixtisoslashtirilgan malakali tibbiy yordam ko'rsatish, homilaning antenatal muhofazasi sifatini yaxshilash maqsadida Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy markazi Qashqadaryo viloyati filiali qoshida ayollar maslahatxonalari bo'limlari tashkil etilgan. Onko nazorat xonalari, perinatal skrining xonalari, o'smir qizlar salomatlik markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida fertil yoshdagi ayollar oilaviy poliklinikalarda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha profilaktik davolash choralari ko'rilmoqda. Anjumandan ko'zlangan maqsad aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, skrining tekshiruvlari sonini oshirish kabi omillar onalar va bolalar o'rtasidagi o'lim holatlarining oldini olishdan iboratdir.